Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sog'-omonmisizlar? Bugun sizlar bilan qora sedana yog'i haqida gaplashamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarida shifobaxsh vosita sifatida zikr etganlar. Hadisda shunday deyiladi: qora sedana o'limdan boshqa barcha dardga shifodir. Bu mo'jizaviy yog' asrlar davomida nafaqat salomatlik uchun, balki go'zallik uchun ham ishlatilgan. Qora sedana yog'i tabiiy antioksidantlar, vitaminlar va foydali yog' kislotalari bilan boy bo'lib, teri va soch salomatligini saqlashga ham yordam beradi. Agar siz sof, yorqin teri va sog'lom, qalin sochlarga ega bo'lishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi videoda biz sizga qora sedana yog'ini foydalari va uni to'g'ri qo'llash usullari haqida gaplashamiz. Qora sedana yog'ini yuz terisi uchun foydalari. Qora sedana yog'i terini oziqlantiruvchi, tozalovchi va himoya qiluvchi tabiiy komponentlar bilan boy. U nafaqat tashqi ko'rinishni yaxshilaydi, balki teri muammolarini ham bartaraf etishga yordam beradi. Yuz toshmalari, akne va yallig'lanishga qarshi samarali ta'sir qiladi. U antibakterial xususiyatga ega bo'lib, teridagi bezovtalikni kamaytiradi. Teri teshiklarini tozalaydi va yog' muvozanatini saqlaydi. Bu ayniqsa yog'li va muammoli teri uchun foydali. Ajinlarni kamaytiradi va terini yoshartiruvchi ta'sir qiladi. Qora sedana yog'i tarkibidagi antioksidantlar erkin radikallar ta'sirini kamaytirib, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Quruq tipdagi teri uchun tabiiy namlantiruvchidir. U terini yumshatib, nam saqlashga yordam beradi. Natijada teringiz tarovatli va tiniq bo'ladi. Qanday qo'llash kerak? Yuzdagi toshmalar, husnbuzarlarga qarshi. Bir necha tomchi qora sedana yog'ini paxta diskiga qo'yib, tozalangan yuzga surting. 15-20 daqiqa ushlab turing, keyin iliq suv bilan yuving. Namlantirish uchun kundalik qo'llanuvchi kremingizga 2-3 tomchi qora sedana yog'i qo'shib ishlating. Ajinga qarshi qo'llash. 1 qoshiq qora sedana yog'i va 1 qoshiq zaytun yog'ini aralashtiring. Tozalangan yuzga surtib, 30-40 daqiqa ushlagach, iliq suvda yuvib yoki nam salfetkada artib oling. Muolajani haftada 2-3 marta qo'llash mumkin. Terini tabiiy tozalash uchun 1 qoshiq qora sedana yog'ini 1 qoshiq limon sharbati bilan aralashtirib, 10-15 daqiqaga yuzga surtiladi. Keyin yuvib tashlanadi. Qora sedana yog'ini sochlar uchun foydalari. Qora sedana yog'i qadimdan soch parvarishi uchun ishlatib kelinadi. U sochlarni oziqlantirib, tabiiy mustahkamlik va go'zallik baxsh etadi. Soch to'kilishini kamaytiradi va yangi soch o'sishini tezlashtiradi. Qora sedana yog'i tarkibidagi omega 3 va omega 6 yog' kislotalari soch ildizlarini oziqlantirib, mustahkamlaydi. Soch uchlarini gullashini kamaytiradi, tuzilishini yaxshilab, parvarish qiladi. Sochni quruqlikdan saqlaydi, namlantirib, yengil va tarovatli qiladi. Sochni mustahkamlaydi, uni qo'shimcha kuchli va qalin qiladi. Tabiiy yog' balansini saqlaydi. Sochlarga qo'llash usullari. Soch to'kilishiga qarshi 1-2 osh qoshiq qora sedana yog'ini iliting. Soch ildizlariga yengil massaj qilib surting. 30-40 daqiqa ushlagach, shampun bilan yuvib tashlang. Muolajani haftada 2-3 marta qo'llash mumkin. Soch uchlari gullashiga qarshi qora sedana yog'ini soch uchlariga surting. 1 soatga qoldiring yoki tunga surtib qo'yib, ertalab yuving. Sochlarni qalinlashtirish uchun qora sedana yog'ini kokos yog'i yoki zaytun yog'i bilan aralashtirib, sochlarga bir tekis surting. 1 soat ushlab turib, yuvib oling. Azizlarimiz, qora sedana yog'i bu terini chiroyli, tiniq, sochlarni esa mustahkam, jiloli va qalin qilish uchun eng samarali tabiiy vositadir. Videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohda qoldirishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat va go'zal bo'ling.